Nega aynan so'qoq? Shashlikni yaxshi tayyorlashgani uchunmi yoki mador somsa uchunmi? Bo'tga yozda kelib, oyoqni tiqib o'tirishli joy ekan. Ichkarida nimalar bor qiziqarli? Bora-bora 1000 so'mdan narx tashlayapti. Piknik qilish ham tekin emas ekan. Ko'rinishi sal qotib ketganga o'xshaydi. Shanba kunda 2 soat ekan, 2 soatdan keyin soatiga o'tkazmaysan. Vo, manzarani qaranglar. Jaz shashligimizni ko'rinishi uncha menga yoqmadi. O'zingiz narsa olib kelsangiz, tapchanni sotib olasiz. Assalomu alaykum Oshqoshiq kanalining kuzatuvchilari. Mana issiq kunlar ham kelib, hamma shahardagilar shahar chetiga chiqishga intilishni boshladi. Dam olish kunlarida Toshkent shahrining aholisining aksariyati so'qoq qishlog'iga chiqishadi. Nega aynan so'qoq? Shashlikni yaxshi tayyorlashgani uchunmi yoki mador somsa uchunmi? Balki boshqa sabablari ham bordir. Bu savollarning barchasiga video davomida birgalikda javob topamiz o'rtoqlar. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yinglar. Bu menga yana ham motivatsiya beradi. Kanalga obuna bo'lmaganlar tezda obuna bo'lib qo'yamiz. Biz esa boshladik. Avtobus ham kelyapti. To'xtanglar. Biz video olyapmiz-ku. Ha, xullas o'rtoqlar, Bozorboy ota bekatidan keyin o'sha somsalar boshlanishni boshlar ekan. O'shaning uchun hozir narx-navolarni bir so'raymiz. Qani, yuringlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizimsiz? Yaxshi. Mador somsa bor-a bu yerda? Mador somsa bor, ismaloq somsa bor. Nimasidan farq qiladi ular? Farqi bu mador somsamiz mador tog'da o'sadigan giyoh. Ismaloq oddiy qirlarda o'sadi. Mador bilan ismaloq farqi bitta madorimizni kuchi 1 kilo ot go'shti bilan barobar. Deyarli oshiq ham hisoblanadi. Yo'q. Buni davosi ko'p. Nech puldan mador somsa? Masalliqqa qarab, narx har safar har xil. Mador kelishiga, o'sha giyoh kelishiga qarab. Tanarxiga qarab chiqariladi. Tushunarli. Bu somsaga qo'shib nimalar beriladi? Choymi yo choy nech puldan choy masalan? Choylarimiz 3000 so'mdan. Choy qo'shiladi. Mana bu tapchanlarchi? Tapchanlar bepul. Bepul, ha? Mana shu xalqimiz dam olish uchun sharoit qilingan bepul tapchanlar. Pul olinmaydi. Bozorboy ota bekatidan keyingi birinchi somsaxona. Somsa nech pul dedingiz? Hozir nech pul masalan? Hozir 9000 so'm. Katta rahmat, xudo xolasa qaytishda kirarmiz. Somsaxona yo'lning yuzida ekan, mashina o'tib qaytib turibdi, van o'zi odam bo'tga miyasini dam oltirgani, shaharda shovqinidan zerikkanda chiqadigan joyda, lekin tapchanlari shunday yo'lning yuzida ekan, o'shaning uchun bu taraflarni ham inobatga olib qo'yish kerak menimcha. Bizdagi ikkinchi somsaxona, menimcha bu choyxona. Faqat somsa emas, boshqa ovqatlar ham qilishadi. Tandirlar lekin gurullab yonib turgani uchun ko'rib tushdimda. Hozir surishtirib ko'ramiz bu yerdan ham. Assalomu alaykum. Siz qaraysiz, aka? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sizimsiz? Ha, rahmat. Mador somsa bormi bu yerda? Bor, aka. Nech puldan? Mador somsa 8000 so'm. 8000 dan. Joylari ham mana ichkarida, bog'larning ichida tapchanlar bor ekan. Nima deb nomlanadi bu? Baraka choyxonasi. Baraka choyxonasi deb nomlanar ekan. Boshqa ovqatlar ham bor. Hamma ovqatlar bor. Zakazga ovqatlar qilib beradi. Nechidan nechigacha bo'ladi somsa o'zi? Ertalab 8 dan kechga 9 gacha bo'ladi. Tapchanlari qanaqa? Pullimi, pulsizmi? Tapchanlar tekin, aka. Masalan, odam kelib o'tirdi tapchanga, somsami nimadir ovqat oldi, yeb o'tirdida, keyin yeb bo'lgandan keyin ham yana dalsha o'tirsa, pulli bo'ladimi tapcha? Yo'q, bemalol, aka. Bemalol qancha xohlasa o'tiraveradi. O'tiradi, aka. Masalan, klient misol men dam olaman, o'tiraman deb chiqadi deb yo'q. Ha, to'g'ri. Shuning uchun bemalol o'tiradi. Masalan, o'zi bilan nimadir olib kelishi mumkinmi? Misol uchun o'zi kelib, o'zi prosta piknikga o'tiraman yoki tapchan bering, men hamma narsani o'zimdan. Siz unaqada kelishilgan holatda endi platni bo'ladi. Agar shu yerda ham ovqat olsa, choy tekin. Ha, bu. Bemalol o'tirib, xohlagancha o'tirib, ertalab kelib, kechgacha o'tirish mumkin. To'g'ri-da, lekin bir tarafdan masalan o'zingiz narsa olib kelsangiz, tapchanni sotib olasiz. Bu yerdan hech narsa olmasangiz, o'zingiz bir narsalar pishirib yoki piknik qilib o'tiraman desangiz, tapchan pulli bo'ladi. Bu yoqda tandirlarni ko'ryapman. Qani bir o'tib ko'rsam bo'ladimi? Aka, bir yuringlar o'rtoqlar. Mana bu yoqda tandirlari turibdi, qator bo'lib, mador somsa. Qaranglar, hali yopilmagan varianti. Xormanglar. O'rtoqlar tandir qizib turgan ekan, hozir yopishadi. Qanchada pishadi bu yopganingizdan keyin? 10 minut, 15 minutda.
Tandir bir-biriga ulanib ketgan ekan-a? Hammasi qizib turibdimi? Ha, faqat bunisi ekanda. Odam ko'payishiga qarab yoqaverasizlar tandir. Lekin o'rtoqlar sezyapsizlarmi? Bora-bora 1000 so'mdan narx tashlayapti. Birinchi kirgan joyimizda 9000 edi, bu yerda 8000 ekan. Qani ko'ramiz, yana yuraveraylikchi. 1000 so'mdan tushib, oxiri nech pulgacha borar ekan. Aynan o'sha joydan yeb ko'ramiz keyin. O, suvning muzdayligini qaranglar, mashalloh. Bu yerga yozda kelib, oyoqni tiqib o'tirishli joy ekan. Ikki tarvuz qovunni shunday tashab qo'yib, bijildoq suvlarni otib qo'yib va suvga yaxlab tursin deb. Bu yoqda mana piknik qilib, shashlik-pashlik pishirib o'tirishli joy ekan. Xullas, men nimaga bu yerda yuribman, o'rtoqlar, biz somsani surishtirib yuruvdik. Bundoq qarasak, bu yoq pastlikda odam gavjun qanaqadir fayzli joy bo'lib ko'rindi. Mana varraylar uchirib yurishibdi. Piknik qilib o'tirishli joy ekan. Lekin piknik qilish ham tekin emas ekan. Bu yerda ham egalari bor ekan. Piknik qilib o'tirsanglar, o'zingizlar bilan gilam, to'shaklaringizni olib kelgan bo'lsanglar, 70 ming so'm ekan. Bular bersa, gilamlarni 80 ming so'm ekan. Mesni aholidan somsani qatta zo'r qilyapti, mador somsani desak, masjidda aytishdi, mana bu tepalikda tamaddixona bor ekan. Nomi esimdan chiqib qoldi. O'sha yerga kirib ko'ramiz. Haqiqatan ham somsa zo'rmi, yo'qmi, mazasiga baho beramiz va narx-navolarni ham surishtirib ko'ramiz. Bu joy o'sha tamaddixonaning shundoq pastida ekan. Bu joyi manzili, lokatsiyasi qiziq bo'lsa, Oshqoshiq o'z Telegram kanaliga bu joyi lokatsiyasini tashab qo'yamiz inshaalloh. Biz esa somsa temasiga yana qaytamiz. Somsa yemoqchi bo'lgan o'sha odamlar maqtagan somsa mana bu joyda. Shundoqqina tushsanglar, boyaga piknik qilib o'tirish mumkin bo'lgan tabiat shu yerda ekan. Qani yuringlar. O'rtoqlar, joylari ham zo'r ekan, ya'ni tabiat qo'ynida, jim, ortiqcha shovqin ham yo'q. Maza qilib asablar dam oladigan joy ekan. Tapchanlarini ham cho'tki qilib qo'yishibdi. Hamma joy pokiza. Menimcha premium klass bo'lsa kerak. Choyxona ekan, choyxonaning nomi. Tapchanlarning birontasiga joylashaman endi men. Assalomu alaykum. Shu yerda ishlaysiz aka? Assalomu alaykum. Hormay aka, yaxshimisiz, sizimsiz? Bo'sh joy bormi? Bor. Somsa qilinadimi sizlarda? Somsa bor. Somsa bor, bu yoqda yopishadi. Mador somsa. Mador somsa. Necha puldan dona? 8000 so'm. 8000 so'm. Tapchanlarchi? Begim kuli besplatni. Shanba kuli 2 soat ekan, 2 soatdan keyin soatiga 30 ming so'm. 2 soat o'tirsa, tekin. 2 soat yeb pishishiga biz tekin qilib qo'yganmiz. 2 soatdan keyin yana o'tirsa, dam olib o'tirsa, 30 ming so'm. Soatigami? Ha, soatiga. Soatiga 30 ming so'm. Bu faqat shanba, ya'ni dam olish kunlari. Qolgan kunlari necha soat o'tirsa ham tekin. Yaxshi. Somsadan boshqa ovqatlar ham bor, shashlik, pashlik. Kelsa sho'rva mastava bo'ladi. Shashlik. Menga hozir 2 dona mador somsa yetadi, menimcha juft bo'lsam, o'zi bitta ta'mini ko'rganida o'zi. Yana bir kelarmiz. Qani? Joyimizga o'tirasizda. Qaysi, menmi? Ha, bo'ldi. Mashitga, okey. Bo'ldi, qani? Bismillah. Wow. O'rtoqlar, mana bu joylarni qaranglar. Mana bu manzara nima deyapti? Mazza-yu. Havo ham shunaqa zo'r bo'lyapti, mashalloh. Oyoqlarni cho'zib o'tiradigan joyi bo'lyapti-yu. Lekin hozircha somsa 8000 somsa 8000 ekan, hozircha narx-navo yaxshi. Endi oxirida takoy patolog bo'lmasa bo'ldi. Somsa keldi. Rahmat. Mana mador somsa. Bular faqat mana bunaqasiga yopishar ekan, bir xilgi joylarda to'rtburchak yopishadi. Bular yarim oy shaklida yopishibdi. Usti mana yog'langan, xamiri yaxshi, yupqa. Mazasini ko'ra qolamiz, ha. Buni yeyish kerak. Qani, bismillahirrohmanirrohim. To'g'risi, juda ham maza qilib dam olyapman hozir. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bu yerga kim bilan chiqmoqchi bo'lsanglar, o'shanga jo'natib qo'yinglar hozir Telegramiga. Что qatta nima bilib olishinglar uchun. Qani, bismillah.
Zo'r ekan. Men hozir bo'lgan bo'lagimda kamroq bo'lib qopti. Ana ichidagi nachinkasi hammasi bu tarafda qolib ketibdi. Lekin shunaqa bo'lsa ham ta'mi zo'r kelib turibdi. Xamiri ham zo'r. Qisir-qisir qiladi, bir xilga joyi esa yumshoq. Boya pastda ko'rgan choyxonamizdagi somsa shakli to'rtburchak edi. Nazarimda bundan kichkinaroq edi, lekin u ham 8000 edi. O'sha ketma-ket somsaxonalardagi somsalarning narxlari 8000, 9000 mana shunaqa bir-biridan 1000 so'm, 2000 farq qilar ekan xolos. Juda borsa menimcha 10000 bo'lishi mumkin. Mana bu mador giyohini, piyozni, ismaloqlarni ichidan chiqqan suv va yog' birlashib juda ham sochini qilyapti somsani va ta'mi ham juda ham mazali bo'lib turibdi. Rostdan mazali. Men bu somsani oxirigacha yeyman-da. Keyin biz sayohatimizni davom ettiramiz. Yuringlar. Mana o'rtoqlar hozir So'qonni qo'riqxonasiga qarab chiqib ketyapmiz. Ko'pchilik o'sha qo'riqxonaga chiqadi, tabiat zo'r deb, lekin yo'l tor, mashinalar tiqilib qolgan, probka bo'lib, biz ham mashinani o'shancha xonadonga qo'ydikda. Endi buni bu yog'i peshkom. Juda ham uzoq deyishyapti, lekin sizlarga baribir o'sha joyni ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun peshkom bo'lsa ham chiqamiz. Yuringlar. Qaysi kanaldan chiqamiz? Oshqoshiq, YouTube. Oshqoshiq? Ha. Va dahshat bor, o'rtoqlar. Qani atmosfera. Mahallalar tor, mashina ko'p. Dam olish kuni yo'q bugun, o'shaning uchun. Xo'p. Bular ham turibdi. Kamida 1 soatdan beri turishibdi. Mana o'rtoqlar, hozir peshkom taksilar bor joygacha kelib oldik. Bu yerda taksilar bor ekan. 5000 dan olib chiqib qo'yar ekan qo'riqxonagacha. Qani, ko'ramiz. Taksilar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qo'riqxonagacha olib chiqib qo'yasizlarmi? Chiqamiz aka. Nech pullar? Shu odam boshiga 5000 so'm. 5000 dan, kelishtirmaysizmi? Yo'q, o'zi padyom oldi, mashina qiynalgan. Qiynalgan. Bo'ldi. Benzinda chiqadi aka. Gap yo'q. Qani, bo'lmasam joylashib olaveramiz. Chiqinglar. Yetdik. Mana o'rtoqlar, So'qonni qo'riqxonasini darvozasini oldigacha ham chiqib oldik. Vo, mana bu manzarani qaranglar. Wow. Mana kirish ekan. Assalomu alaykum, hormaylar. Gaplashamiz. Tizimiz. Bu kirish pulli-a? Pulli, nech pullar? Kishi boshiga 15000 so'm. Pensionerlarga tekin, 7 yosh to'lmaganlarga tekin. Maktab bolalariga 7500 so'm. Ha, o'zi aka, ichkarida nimalar bor qiziqarli? Ichkari ekozona, so'qoq, ekoz dam olish maskani. Ichida chashma bulog'i, vodopad, shuni ichida aylanib dam olib, bir chiroyli bir taassurotlarni ketadi. Xullas, odam kirib maza qilib aylanadigan joy. Joy ekozona. Qani, yuringlar, o'zimiz kirib ko'ramiz sekin. Rahmat. Bu qo'riqxona taxminan 80-yillarda tashkil topgan, ya'ni sun'iy ravishda archalar ekilgan. Bu archalar hozirgi kunga kelib, mana qaranglar, qanaqangi katta bo'lib, o'rmon shakliga kelgan, ya'ni chiroyli manzarani tashkil qilib turishadi. Ichkariga kiraversa, o'sha pastroqda sharshara ham bor ekan, g'ayri tabiiy g'or bor ekan va shunaqangi chiroyli manzara. Mana bu yerda odamlar salqin joylarda piknik qilib o'tirishibdi. Piknik qilib o'tirish uchun juda ham zo'r joy ekan. Bemalol kelib, mana shu yerda piknik qilsanglar bo'ladi. Faqat tabiatni ehtiyot qilgan holatda, o'zingizlardan qolgan musorlarni, axlatlarni o'zingizlar bilan olib chiqib ketgan holatda. Chunki ko'p tabiat zonalarimiz topilyapti-da, chiroyliligi. Odamlar u yoqqa borib, hamma joy musor qilib tashyapti. Hamma odamlarning qo'llarida paket, ani bozorliklar bilan chiqib ketishyapti. Bular ham piknikka chiqib ket. Mana buni qaranglar-da. Mana hozir nima deb turibman. Qaranglar. Mana shu yerda o'rna turibdi, bori. Shuni o'rnaga tashlasa nima bo'ladi? Baraka topib ko'r, mana shu yerga tashamagin.
O'zi bizni O'zbekistonimizning tabiati juda ham go'zal-da. Lekin shu go'zal tabiatni musor qilib kimga nima naf mana qiyinmi mana shu narsa mana. Maktab bolalari bu yoqqa ekskursiyaga ham chiqadi. Haqiqatda ekskursiyaga chiqishga arziydigan joy. O'zbekistonda o'rmon yo'q deydiganlar, mana sizlarga o'rmon. Bu yoqda nafaqat yerda o'tirib piknik qilish mumkin, stol stullar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Stol stullar ham o'tirib, bemalol mana soya salqinda qariyalarimiz uchun ayni bobjob joy ekan. Maza qilib o'tirishibdi. Mana bu yerda zina bor ekan, o'rtoqlar, qani nima bor ekan? Chiqib ko'ramiz bu yoqqa ham. Ha, rasmga tushib maza qilib aylanish uchun salqin, zo'r tropik joylar bor ekan. Mana o'rmon haqiqiy, vashcha zo'r, to'g'risi. Bemalol bekinmacha o'ynasanglar ham bo'ladi. Kerak bo'lsa, qidirayotgan odam bir kun bo'lsa, bir kun topa olmaydi sizlarni. Javob. Vah. O'zbekistonimdan ajoyib. Tabiat juda ham zo'r, shunaqangi emotsiyalarga boy bo'ldi bugungi kunim. Pastga tushsanglar sharshara bor, u yoqda chashma, buloq bor va g'or bor. Juda ham zo'r joylar bor. Bu yoqqa o'zingizlar kelishinglar kerak va o'z ko'zingizlar bilan ko'rishinglar kerak. Biz esa hozir o'sha so'qoqni mashhur so'qoq shashligini borib obzor qilib, uni ham ko'rsatib beramiz. O'rtoqlar, mana qo'riqxonadan chiqib peshkom tushib kelyapmiz. Mana bu yoqda bozorcha bor ekan, shu tog' mahsulotlari, yong'oqlar, bodomlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'ringlar akalar. Oh, mana. O'rtoqlar, ravoch bor ekan, qaranglar. Buni mazasini biladiganlar juda yaxshi biladi. Buni jinnilari bor. Ravochlar bor ekan, mana giyohlar, har xil qoqilar. Mana bu qora nima? Aptolmi? Anaqa vinogradniy sirop. Ha. Aptol ham bo'ladimi? Bu aptol nima qiladi? Asal bor ekan. Qurt yeb ko'rsam bo'ladimi? Обязательно. Nech puldan qurt? Qurt 7 штук 5 тысяч. Так, 1 тысяч тоже есть. 4 штук 5 тысяч bor. Hammasidan bor. Katta kichigiga qarab. Bo'ldi. Mayizlar bor ekan. Shular. 15 ta. Oxirgacha olaveraymi? Mana bu nima? Jiydami? Chilonjiyda. 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 Так, вот пакет, вот. Antiqa ekan ta'mi. 50, вот это 12, вот это 30. Yoshligimda qattiq yeganman buni. Xullas, mana shunaqa bozorcha bor ekan. Tog'da o'sadigan, tog'da yetishtiriladigan narsalarni bemalol olib, keyin uylarga ketsanglar bo'lar ekan. Mana o'rtoqlar, tog'dan ham tushib oldik va so'qoqqa kelib, so'qoq shashlik yemasdan ketish va buni sizlarga ko'rsatib bermaslik bu juda ham katta ahmoqlik. O'shaning uchun biz shashlikka keldik. Aholidan so'radik, qayerda yaxshi shashlik qiladi deb. So'qoqda bilasizlar, qator choyxonalar ketgan. Ular aytdiki, hamma choyxonada bir xil shashliklarni mazasi ham, narxi ham deyishdi. O'shaning uchun bizga ko'proq mana shu O'zbegim degan choyxona ma'qul kelib turibdi. Bilmadim nimaga. Qani ichkariga kirib ko'raylikchi. Shashlikka baho beramiz, yuringlar. Ichkariga kiraverishinglar bilan stoyankasi bor ekan, mashina qo'yish uchun joylari bor. O'shaning uchunmi balki bizga ma'qul bo'ldimi bu. Mana bu yerda suvlar o'tgan ekan, qaranglar. Tapchanlarni qilib qo'yishibdi, chiroyli qilib. Oh, shashlikning hidi chiqib ketdi. Mana bu yoqda yaxta ekan. Suvlarni oqib turishini qaranglar, juda ham chiroyli. Muzdekgina havo, shashlikning hidi, mana bu go'zal tabiat qanday odam maza qilib dam oladi-ya. Mana masjid bo'shga o'xshaydi. Aka, masjid bo'shmi? Bo'ldi, men joylashib qarab olishadimi? Bo'ldi. Masjidga joylashib olamiz o'rtoqlar, qaranglar. Qani. Oh! Bismillah. Har xil choyxonalar bor ekan, qator ketgan.
Endi shashligini ta'miga hozir baho beramiz shashlik etib. Har xil turdagi choyxonalarni ko'rdik, ichiga kirib ko'rmagan bo'lsak ham uzoqdan nazar tashladik. Premium klassdagi choyxonalar ham bor, sredniy oddiylari ham bor. Menimcha bu ham sredniy takoy, lekin o'tirishga yaxshi, qulay, salqin joylar. Assalomu alaykum. Siz qaraysizmi? Hormang, charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Bitta jaz, bitta qiyma shashlik berib yuborasizlar. So'qoq non bor-a? Non, keyin bitta svejiy salat. Bo'ldi, tezlashtirib berasiz. Rahmat. Voy, mana o'rtoqlar. Keldi zakazimiz ham. Ha, so'qoq noni, patir non, rahmat va so'qoq shashlik. O. Qani? Mana. Ko'rib olishinglar mumkin. Ha, kechirasiz, piyoz ham olib kelvoring. Piyoz ozgina, hop. Shashlik baribir piyoz bilan-da. Mana, ko'rishinglar mumkin. Qale. Jaz shashligimizni ko'rinishi to'g'risi uncha menga yoqmadi. Nega desanglar, bitta shashlikda ikkita suyakli go'sht birinchidan, ikkinchidan ko'rinishi sal qotib ketganga o'xshaydi. Meni nazarimda aniq qotib ketgan. Keyin mana bu oxiridagi 5-bo'lagiga qaranglar. Ha, ajratib beringlar. Ha. Mana bu bo'lakcha nima deyapti? Juda ham kichkina emasmi? Mayli. Ko'rinishi-ku uncha yoqmadi. Mazasini ko'ramiz hozir. Xo'sh. Ha, piyozimiz keldi. Bismillah. Mana ichlari. Mana ichlarini ham ko'rishinglar mumkin, o'rtoqlar. Ichlari nim pushtirang bo'lib turibdi. Qani mazasini ko'ramiz. Bismillah. Mazasi yaxshi. Ha. Mazasi haqiqatan yaxshi. Faqat bu bo'laklari quruqligi bilinib turibdi. Hozir birinchi yeganim sochiniroq ekan. Mana tepasidagi bo'laklar, ya'ni sochiniroq, bu yog'i quruqroq ekan. Qani mashina olib ko'raman. Ichlari yaxshi pishgan. Ozgina qattiqroq, ozgina. Lekin chidasa bo'ladi. Aytishinglar mumkin, odamlar aynan so'qoqqa shashlik yegani chiqadimi deb. Yo'q, shashlik aslida bir bahona, mana shunaqangi go'zal tabiatda ovqatlanish uchun, boyaginaqa tog'larga chiqib ekskursiya qilish uchun chiqishadi. Qiyma shashligiga o'tamiz. Ozgina turib qoldi bu shashligimiz. Ichlarini ko'rishinglar mumkin. Sochiniga o'xshab turibdi. Men bu jazdan ko'ra ancha aqlli shashlik ekan bu. Chetlari takoy zo'r pishgan ekan. Lekin Toshkentda bundan ham zo'r shashlik qiladigan joylarni men bilaman. Lekin u yer baribir shaharda, shovqin suron boshqa. Men bu tabiat, bunaqangi salqinli, toza havoda shashlik yeyish bu boshqacha ощущение bo'lyapti. Menimcha o'sha birinchi o'rinda shu narsa uchun chiqishadi. Shashliklarni yeb oldim, mazasi zo'r. Narx-navo bilan tanishtirib o'taman. O'rtoqlar, jaz shashligi 18 ming so'mdan ekan, qiyma shashligi 15 mingdan, salat 20 ming so'm, choy 3 ming so'm, xizmat ko'rsatish 15% ekan va hammasi bo'lib 64 ming so'm bo'ldi. Menimcha yomon emas. Bu tapchallarda o'tirish bepul. Dam olish kunlari esa agar 2 soatdan ortiq o'tirsanglar, 2 soatdan keyin soatiga 50 ming so'mdan bo'lar ekan. Qolgan kunlari esa tekin ekan. Xohlaganingizcha o'tirsanglar ham. Demak, o'rtoqlar, bugungi videoda nega odamlar so'qoqqa chiqib dam oladi degan savolga javobni topdik. Bunga javob mazali shashlik, mazali somsa hamda mana bu ajoyib tabiat. O'rtoqlar, shashlikni ham, somsani ham shahardan topsa bo'ladi, lekin bu atmosferani, bu energiyani shahardan topib bo'lmaydi, to'g'risi. Men shunaqangi maza qilib dam oldim. O'ylaymanki, sizlar ham videoni maza qilib ko'rdinglar. Agar maza qilib ko'rgan bo'lsanglar, bitta like ni bosib qo'yinglar. Podpiska bo'lmaganlar, albatta podpiska bo'lib qo'yinglar.
Osh qoshiq kanalida sizlarni xush ko'rdik.